Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, yangi asalarichilar, yana sizlar bilan bir bor ko'rishtirganimga alhamdulillah, Allohga beadad shukr. Hammanglar yaxshimisizlar? Bugungi sana 30-mart 2026-yil. Aprel oyida asalarichi 5 ta qoidaga amal qilish kerak. Bulardan birinchisi tozalik, ikkinchisi ari uyani issiq ushlash, uchinchisi suv, to'rtinchisi ovqat zaxira, beshinchisi kanasiga qarshi kurash. Shularni hozir beshalasini birma-bir qisqacha qilib tushuntirib qo'ymoqchiman. Bu birinchisi tozalik degani aprel oyida kunlar isib qoldi mana. Romlarni bir chekkadan olib, tashqariga olib, ichlarini polniy generalniy uborka qilinadi tozalab. Endi agar biz tozalamasak, baribir arilar o'zlari ichidagi o'ligini, axlatlarini birma-bir olib chiqib tozalashga harakat qiladi, tozalaydi. Agar biz o'zimiz yordam bersak, arini kuchini tejagan hisoblanadi. Shuning uchun ariga yordam berishimiz kerak. Ikkinchisi arini uyasini qisqartirish. Oldingi videolarimda ham aytganman, arini uyani qisqaroq, issiqroq ushlash kerak deyman. Ikkinchi nimamiz arini uyani issiq ushlash. Agar arini uyasini qisqartirib issiq ushlasak, o'sha oilada kasallik kelib chiqmaydi. Keyin haligi menda arim sirop ichmayapti deganlarga, agar arini 1 ramkada tursa ham, 2 ramkada tursa ham arini zich ushlasangiz, 2 ta ramkadan keyin to'liq ikkinchi ramkani ham ari egallab turgan bo'lsa, uchinchisiga karmushka qo'yadigan bo'lsangiz, sirop ichadigan idishini, asalari 100% oladi uni. Endi siz 4 ta ramkada turibdi, o'zi asalaringiz 2 ta ramkada turibdi. Siz uni 4 ta ramka qo'yib turib, 4 tadan keyin doska qo'yib, undan keyin ovqat ichadigan idishini qo'ysangiz, asalari bu yerdagi to'liq qoplolmay turgan, chachilib turgan hisobiga, urib turgan joylarda o'zlarini egallagan hisobiga ari yetishmovchilik bo'ladi. Bu yoqqa borib, o 2 ta zastanovdan, 2 ta doskadan yog'iga o'tib, ovqat olib kelgunga to'g'ri mana raspol sovib qoladi. Shuning uchun arini soni kamligi uchun ovqatingizga bora olmaydi. Shuning uchun arini qisqartiriladi. Qisqartirilgandan keyin 2 ta ramkadan keyin bo'lsa, zastavnoy doskani qo'yib turlar, karmushkani qo'ysanglar, albatta oladi. Keyin yana kimdir aytadi, asalarini, uyasini nima keragi bor, qisqartirib, o'zi shundoq ham rivojlanaveradi-yu deydi. To'g'ri. Asalari qishloqdan yaxshi chiqqan kuchli asalarilarni qisqartirmasangiz ham erta bahorda ular o'zlari tez rivojlanadi. Lekin kuchsiz oila, o'rtacha oilalarga yordam berishimiz shart bo'ladi. Agar arini uyasini qisqartirmasangiz, chekidagi ari yurolmagan romlari mog'orlab ketadi, namiyatchilik ko'payadi unda. Shu asalarining uyasida askosferoz kasalligi vujudga keladi. Undan tashqari boshqa kasalliklar ham kelib chiqadi. Uchinchisi, arzorda suv bo'lish kerak, shart. Kimdir o'zi shundoq ham suv ham olib kelaveradi desa, olib keladi. Faqat arzorda o'zida maxsus tovoqlardami, plastmas idishlardan ichiga cho'pak qilib solib tashab, oldingi videolarimda bor. Suv bersak, ari yaqinroqdan qatnagan hisobiga arini kuchini ham tejagan hisoblanamiz, ariga yordam bergan bo'lamiz. Bir kunda bitta o'rtacha oila 100 gramdan 500 gramga doğru suv iste'mol qiladi shu aprel oyida. Bu suv nima uchun kerak desa, tabiatdan kelayotgan gulchangni bilan suvni ikkalasini aralashtirib, bo'tqa qilib tayyorlab turib, asalari bolalarga beradi uni. Suv yaqinroq bo'lsa, ish yana ham tezlashadi, arilarga oson bo'ladi xullas. To'rtinchisi ovqat. Ovqat zaxirasi o'rtacha oilada 6 kilo, 7 kilo asali bor, 2 ta romkada pergasi bor oilalar erta bahorda zo'r rivojlanadi. Agar tabiatda gulchang yaxshi kelmasa, biz asalarilar uchun oqsil berib yordam berishimiz kerak. Bu oqsilga nima kiradi desa, oqsilga eng asosiysi asalari suyib iste'mol qiladigan narsa soya uni. Tegirmondan chiqarilgan soya uni bozorda sotadi. Ikkinchisi keyin makkan uni. Buni jicha ozroq suyib
yeyormaydi, lekin buni ham yeydi. Mush uchalasiga nisbatan buni sal ozroq yeydi. Makkani uni shuni xohlasanglar aralashtirib, xohlasanglar alohida qilib sayozroq idishlarda korobkani qopqoqlaridami, xullas idishinglar sayozroq bo'lsa, shu narsaga qo'yib, arzorni yaqinroq joylarga qo'ysanglar, yashiqni ustilarigami, asalarilarga oqsil yordam bergan bo'lamiz. Asalari tez rivojlanadi. Sirop berib tursak, shu bitta ramkasiga 50 grammdan chamalab, kun ora, u ham erta bahorda beriladi xolos. Hozir o'zi tabiatdan shira kelishni boshlayapti, yaxshi kelyapti hozir. Baribir shunday bo'lsa ham ozroq-ozroqdan yordam berib tursak, asosiy asal sezonga do'rlikka arilarimiz kuchayib, hozirgi 4 ramkada o'tirganlar 8 ramka, 10 ramka bo'lsa, bizga asalni shular ko'proq beradi. Qanchalik asalari uyasida arini soni ko'p bo'lsa, shuncha asal ko'p beradi. Ishchilari ko'p bo'lsa. 5-chi qoidamiz asalarini bahorda kanasiga qarshi kurashish. Agar siz asalarini kanasini qarshi kurashishda yaxshi e'tibor qilmaydigan bo'lsangiz, asal ham ola olmaysiz, asalaringiz ham rivojlanmaydi, kana bosib, ular asalaringiz oilasi nobud bo'ladi. Hozirgi kunda asalarini kanasiga poloskalari bor. Paloska qo'ysa ham bo'laveradi. Kun yaxshi isib turadigan bo'lsa, 2 litr suvga tayyorlanadigan dorilar bor. Zoaptekalarda, asalarchilik do'konlarida bo'ladi u. Flutsin 5 litrga 7 litrga tayyorlanadi. Uni sotuvchidan so'rab olasizlar. Amikar 2 litrga tayyorlanadi. Valin u ham 2 litrga tayyorlanadi. Samin u ham 2 litrga tayyorlanadi. Lekin bu shu yana 2 xili bor hozir, men ulardan ishlatmaganman. Shu to'ralasini bir haftada bir qilib qayta qilib tursanglar, asalarining kanalari o'ladi. Endi asalarisi oz, buni 2 ta yashiq, 4 ta yashig'i bor. Asalarichilar uchun endi bu hozirgi bu mana. Lekin asalarisi mesela 10 ta oiladan oshiqroq bo'lsa, yanvarilarda kuchli asalarichilar bo'lsa, ular o'zi shaveliy kislotadan foydalanishadi. Shaveliy kislota buni kitobida 98% kanani o'ldiradi. Bu kanaga qarshi dori vositani eng zo'r hisoblanadi bu. Bu maxsus o'zini dim pushka orqali tutatib, qizdirib turib, tutatib teshigidan haydalanadi bu. Endi uni bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta asalarisi bolalarga shaveliy kislotadan foydalaning desak, nima ekan deb qiynalib qolish mumkin. Agar yonveringlarda asalarchilar bo'lsa, shularga iltimos qilib, menikini ham bir yo'l qo'shib o'zingizga dorilaganda dorilab beringlar desanglar, dorilab bersa yaxshi bo'ladi. Endi yonveringlarda asalarchi bo'lmasa, hozir men aytgan 4 xil dori, uni 5 xil, 6 xili bor. Men ko'proq 4 xilidan foydalanaman. Shu paytga to'g'rilikka asalarlarim kana bosib o'lganlar boshqasi yo'q. Yaxshi natija beradi ular, ham arzon, ham qulay. 4 ming so'm, 5 ming so'm turadi bitta ampulasi. Keyin yana asosiysi aprel oyida asalarichi hech bo'lmaganda bir haftada bir marta shuni ustidagi to'shaqchasini ko'tarib, eng chekidagi qo'yilgan romizdan keyingi zastavnoy doska, shuni eng chekidagi romkangizni bunday qilib ochib qaraysiz. Agar doskangizga o'rtadan qo'ygan doskangizga asalari mumparda to'qib yuborayotgan bo'lsa, yazık deb qo'yadi. Endi hozir qilib kerak. Ular tortishni boshladimi, nimaga yo oppoqroq sush, yo bo'lmasam sushi yo'qlar, yangi to'qilgan mumparda bersanglar, asalari, ishchi asalarilar ish bilan mashg'ul bo'ladi. Asalari ko'proq tuxum qo'yadi. Keyin aprel oyida tabiatdan gulchang yaxshi kelgan hisobiga, shira yaxshi kelgan hisobiga asalarini onasi bitta bo'sh romizga 3 kun, 4 kunda urug' bilan to'ldirib qo'yadi. Shuni hisobiga asalar tez rivojlanadi. Buning uchun aprel oyida o'ta hushyor bo'lish kerak asalarichi. Agar vaqtida mumparda yo sush berib, arini kengaytirib turmasangiz, asalarilar ro'y holatiga tushib, asalarilar o'zbekchalab aytganda qochib ketadi xullas. Ma'lum bir miqdori bitta ramkangizda, yashig'ingizda 8 ramka asalaringiz turgan bo'lsa, shuni kengaytirmasangiz zichlashib, mumparda tortadi. Yazlik tortsa ham bee'tibor bo'ladigan bo'lsangiz, asalarini yarmi tashqariga chiqadi. Daralardan o'sha qiylanib quvlab yurasiz endi xullas. Shuning uchun shunaqa bo'lmasligi uchun aprel oyida asalarichi o'ta hushyor bo'lish kerak. Oldingi nimamda ta'kidlaganimdek,
mumparda yoki sush berib, tez nazorat qilib, asalaridan hovorab turish kerak xullas. Shu bugungi qisqacha qiladigan videomiz shu. Kommentariyalarda izoh qoldiringlar. Kanalimizni rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar, layklarni bosinglar. Yana bir narsa, kommentariya yozsam bu bekatchi bo'lsa kerak, zo'rg'a turgan ekan deb tushuncha bo'lmasin. Sabab kommentariya degan narsa men ham boshida asalarchilar yozmaganman-u, boshimdan o'tgan narsa, molim kasal bo'lib qoldi, xullas, chorva bilan ham shug'ullanaman. Molim og'rib qoldi, YouTube'ga kirib ko'rib, mol doktorlari, kuchlik mol doktorlarida o'zini reklama qilishadi, xullas, mana qilsangiz mana bo'ladi, mana qilsangiz mana bo'ladi deb tavsiyalar berishadi. Kommentariyaga savollaringizni bersangiz, javob beramiz, yordam beramiz deydi. Shu 2-3 ta kuchlik mol doktorlariga kommentariyasiga yozdim, xullas. Menda mana bo'lyapti. Videosini ham olib tashladim. Videosini tashlang dedi, bitta videosini tashladim. Hali yashil kasalligiga uchraganda. Xullas, gapni qisqasi, kommentariya yozsam, o'g'ri yozyapman, haligilarga bittasi ham javob qaytarmayapti. Shunda xafa bo'lib ketdim. Shunga o'zim boshimdan o'tganligi uchun kommentariya yozishingizga vaqtim bo'lib qolganda telefonimni qo'lga olib, kommentariyaga javob berishga harakat qilyapman. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Qiylanmasin deb iloji boricha kommentariyalarga javob beryapman. Bundan keyin ham javob beraman, xudo xolasa. Inshaalloh keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Hali aytganimdek, podpiska, layklarni bosishni unutmanglar. Hammanglar salomat bo'linglar, Allohga omonatsizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.